Shu ko'rib turgan podolinglar qanaqa yasaladi, qanaqa etaplardan o'tadi, noldan oxirigacha ko'rsataman. Birinchi navbatda bizga aniq razmer kerak bo'ladi. Razmerlarni aniq o'lchab olamiz. Undan keyin chizma chizamiz. Chizma asosida profil oynalarni hammasini tayyorlaymiz. Birinchi navbatda profilni kesamiz, chaqlaymiz, svarka qilamiz. Undan keyin parashkoviy kraskaga o'tadi etapiga. Parashkoviy kraska sepamiz. Parashkoviy kraska bilasizlar, unchunchalik ko'chmagan kraska bo'ladi. Undan keyingi etap oyna tayyorlash jarayoni bo'ladi. Oynamizda 10 talik kalyonli oyna bo'ladi. Mustahkam, baquvvat, odamni ham, mashinani ko'taradigan oyna bo'ladi. Oynamizni ham, metalimizni ham tayyor bo'lgandan keyin ustonovka jarayoni bo'ladi. Uni bittada olib boramiz. Bittada metalini ham qo'yamiz, oynasini ham qo'yib, bittada bitkazamiz. Ustonovka jarayonida qanaqa bo'ladi? Akkuratni ishlanadi. Almazli sverlolni teshamiz. Akkuratni ishlab, qotirganimizdan keyin oynasini ustonovka qilamiz. Oynani ham qo'yamiz, keyin mijozga akkuratni artib, toza holatda topshiramiz. Qanaqa chiqqaniga o'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa sifatli oyna xizmatlari kerak bo'lsa, Instagramga murojaat qilasizlar.